Buxoroda ilk bor tashkil etilgan Voice Up 2026 inklyuziv oromgohi salomatlik, do'stlik, birdamlik, tenglik va psixologik o'yinlar orqali o'zaro tushunish mustahkamlanadigan muhitga aylandi. Buxoro viloyatining barcha tuman shaharlaridan 300 dan ortiq yoshlar orasida eng yaxshi g'oya muallifi sifatida saralab olingan 56 nafar yoshlar o'rtasida tashkil etilgan loyiha "Sizning ovozingiz jamiyat ovozi, sizning loyihangiz kelajak asosi" shiori ostida tashkil etilib, asosiy maqsad ularning yangi tashabbus g'oyalarini qo'llab-quvvatlash iborat. Ustuvor vazifalardan biri bu bolalar huquqini himoya qilishga qaratiladi va bizga ishtirokchilar uchun 6 ta yo'nalish berilgan va shu 6 ta yo'nalishdan kelib chiqib biz ishtirokchilar ushbu oromgohda o'z loyihalarimiz ustida ish olib boryapmiz. Undan tashqari faol yoshlar, faol volontyorlar bilan birgalikda interaktiv o'yinlarni olib boryapmiz. Tadbir davomida nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiylashuvini ta'minlash, ularning hayot sifatini yaxshilash hamda jamiyatdagi faolligini oshirishga qaratilgan qator innovatsion tashabbuslar namoyish etildi. Meni loyiham keksalar yoki ko'rish imkoniyati past bo'lgan insonlarga dori ichish vaqtini eslatadigan qurilma. Shu loyiha ustida ishlayapmiz. Bu yerga kelganimdan taassurotlar juda ham zo'r. Kelajak sari bir qadam, ya'ni ta'lim imkoniyatlarini ochish bo'yicha loyiha bilan qatnashyapman. Bu loyiha asosan chekka hududlardagi maktablarda, qishloqlarda bo'ladi. Biz bu Voice Up loyihasida juda ham ko'p bolalar bor, 50 dan ziyod loyihalar ham bor. Biz har bittamiz loyihamiz ustida ishlab, izlanib, kamchiliklarni topib, amaliyotda qo'llamoqchimiz-da. 3 kun davomida bolalarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish, alohida ehtiyojli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi mehr-muhabbatni mustahkamlash borasida ishlanib, ishtirokchilar turli treninglar, uchrashuvlar, madaniy tadbirlar va foydali loyihalarga jalb etildi. Bu kabi sa'y-harakatlar orqali Buxoro yoshlari nafaqat viloyat, balki butun respublika uchun ilg'or tajriba va namunaga aylanadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.